Keling yupqa plyonkalarga interferensiya manzarasini kuzatsak, demak sindirish kuzatishi en bo'lgan o'sha muhitni ko'rib turibmiz. Ko'rib turibmiz. Uning qalinligi o'sha qalinligi bu demak plyonkaning qalinligi d ga teng bo'lsin. U holda o'sha muhitni o'rab olgan o'sha plyonkani o'rab olgan muhitning sindirish kuzatishi n 1 ga teng bo'lsa, ya'ni havo bo'lgan bo'lsa, u holda yorug'lik manbaidan yorug'lik shu plyonkaga tushadi va o'sha plyonkaga tushish nuqtasini O deb belgilaymiz. Unga nisbatan o'sha ikkita muhit chegarasiga perpendikulyar o'tkazamiz va o'sha muhitdan qaytgan nur burchak alfa, ya'ni ikkita burchakni belgilab olamiz, ya'ni yoki i bo'ladi bu yerda, demak tushish burchagi va qaytish burchagi i bo'ladi, chunki yorug'likning o'sha optik geometrik qonunlarga muvofiq tushish burchagi qaytish burchagiga teng edi. Bunda sinish burchagi deb ataladi bu yerdagini. Demak sinish burchagi r bilan belgilanadi va o'sha singan nur o'sha plyonkani ichida tarqalib borib, demak S nuqtaga tushadi va undan demak tashqariga, ya'ni boshqa ikkinchi muhitga, ya'ni N0 muhitga chiqadi va bundan tashqari o'sha muhitda demak qaytadi. Demak bu yerda qaytish burchagi r ga teng bo'ladi va xuddi shu yerdan nimaga tushadi, ya'ni o'sha N0 muhitga chiqadi va bu nuqtada tushib va bu yerda o'tkazilgan perpendikulyarga muvofiq, demak bu yerda o'sha bu yerdagi i demak geometrik o'sha taqqoslash bo'yicha ko'rsak, shu yerdagi burchakka teng bo'lib chiqadi va bundan kelib chiqqan holda bu yerda o'shaga bu yer i ga teng ekanligi ma'lum bo'ladi. Demak bu sirtdan qaytgan nur bu bo'lsa, demak o'sha nimani ichidan qaytgan nur deb ataladi. Plyonkani ichidan qaytgan nur, ular oldiga yig'uvchi linza qo'ysak, bu yig'uvchi linza u holda yig'uvchi linza yig'adi va bu yerda demak o'sha biz interferensiyaviy manzarani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak bu nuqtada interferensiya maksimum kuzatilishi sharti yuzaga keladi. Bir de lambda 0 demek vakuumdagi o'sha to'lqin uzunligi bo'ladi va uning to'lqin uzunligi demak o'sha muhitning ichida quyidagi qonunga muvofiq o'zgaradi va bu yerda demak n butun sonlar to'plamida. Bu nuqtada interferensiya minimumni kuzatish sharti bo'ladigan bo'lsa, demak bu o'sha plyonkaning sindirish ko'rsatishi va tushish burchagining parametrlariga bog'liqligini tenglamasini ko'rib turibmiz va bu yerda demak o'sha tok yarim to'lqin uzunligiga teng bo'ladi va bunda minimum kuzatiladi. M butun sonlar to'plami deb ataladi. Teng qalinliklar tasmasi birinchi shtrix va birinchi ikkita shtrix, ikki shtrix va ikkita shtrix kogerent juft nurlar xona sirti atrofida kesishadilar va ekranning A va A shtrix ko'rib turganimizdek nuqtalarda linza orqali yig'iladilar. Ekranda interferensiyaviy tizimlari, tasmalar tizimi, ularning har bir plastinkasini bir xil qalinlikdagi nuqtalardan aks etishi natijasida paydo bo'ladi. Teng qalinliklar tasmasi xona sirtda joylashadi. Demak xuddi shu kabi biz interferensiyaviy manzarani demak neytron halqalari misolida ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'sha
o'sha linza, ya'ni yarim sfera shaklidagi linzani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'sha linzaga yorug'lik nurlari tushib turibdi va bu yerda linzaning ma'lum bir qismida, ya'ni o'sha tegayotgan qismi bilan o'sha yarmiga teng bo'lgan oralikda, ya'ni dilga teng bo'lgan oralikda bu yerda ekranda quyidagi, ya'ni aks etgan yorug'likdagi yo'lning optik farqi sharti qanoatlantirilsa, quyidagi o'sha manzaralar sodir bo'ladi. Ya'ni bu yerda bu demak qorong'u soha bu yorug' sohalar deb ataladi va o'sha Newton halqalarining asosiy nimasi demak yorug' va qorong'u sohalardan iborat ekanligi. Demak bu qorong'u sohalar to'lqin minimum, ya'ni to'lqinlar bir-birini so'ndirgan soha, yorug' sohalar bo'lsa, demak bu to'lqinlar bir-birini kuchaytirgan, ya'ni maksimum sohalar deb ataladi. Yorug'lik halqalar radiusi bu yerda yorug' halqalarning radiuslari Rm quyidagi ifoda bilan aniqlanadi. Bu yerda en butun sonlar to'plami, qorong'u halqalarning radiusi bo'lsa, quyidagi shartni qanoatlantiradi, quyidagi ifoda bilan aniqlanadi. Bu yerda en butun son. Eslatma: interferensiya manzarasini o'tadigan nurlarda ham kuzatish mumkin, ammo o'tadigan nurlar interferensiyaviy maksimlarni aks etadigan nurlar interferensiyasi minimumlari bilan mos tushadi. Demak, bu yerda o'sha qaytgan nurlar orqali va o'tgan nurlar orqali o'sha interferensiya manzarani Newton halqalari orqali kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ishlash prinsipi: yorug'likning interferensiya hodisasiga asoslangan o'lchash qurilmalari interferometrlar deb ataladi va bu yerda demak Yung tajribasi qurilmasini ko'rib turibmiz. Demak, bu yorug'lik manbai tirqishdan o'tgan paytda, demak, mana shu ekranda o'sha yorug'likning kuchaygan maksimum va susaygan minimum sohalarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bu bo'lsa, demak, Loyda binasi deb ataladi va bu yerda manbadan birinchi yorug'lik nuri ekranga tushadi, ikkinchisi demak o'sha ko'zgu orqali borib tushadi va bularning kesishida ekranda maksimum minimumga keladi. Keyin Fresnel biprizmasini ko'rib turibmiz. Demak, bu biprizmada yorug'lik tushgan paytda, demak, ular qaytib ekranga tushadi va ular kesishgan nuqtasida ko'rib turgandek interferensiyaviy maksimum minimumni hosil qilib turibdi. Keyin bundan tashqari biye linzasi mavjud va biye linzasi ikkita linzadan ajratilgan, bir-biridan ajratilgan ikkita linzadan iborat bo'ladi va ulardan yorug'lik o'tgan paytda, demak, ekranda kesishadi va kesish nuqtasida xuddi aytganimizdek, yuqorida aytganimizdek nimani interferensiya manzarani, ya'ni yorug'lik maksimum minimumlarini beradi. Endi bu yerda Michelson interferometrini ko'rib turibmiz. Michelson interferometri yorug'lik manbai o'sha yig'uvchi linza, ikkinchi tomondan o'sha parallel mutatsiyasini hosil qiladi va bu yerdan o'sha o'tkazuvchi muhit, ya'ni oyna, unda o'tgandan keyin yorug'lik qaytadi. Uni ikkinchi sirtdan orqaga qaytadi va yorug'lik o'ttirib bir nuqtadan qaytib kelib, demak, bu yerda linzalar to'plamida, ya'ni 52 linzadan o'tgan paytda shu yig'ilib, demak, bu yerda biz o'sha interferensiya manzarani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, interferensiya hodisasiga misollar bu demak o'sha Newton halqalari, demak, interferensiya maksimum minimumlar, demak, ko'zga ko'ringan yorug'lik uchun, demak, bu linzadagi nimani interferensiya manzaralarini ko'rib turibmiz. Demak, interferensiyani texnikada qo'llanilishi, bir de tekislik sirtini nazorat qilishda, demak, o'sha tekislikda sirtini nazorat qilishda biz interferensiya manzaradan, ya'ni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu sirtini, demak, bu yerda, demak, o'sha nazorat qilayotgan sirt yuzasi qanchalik tekis yoki notekis ekanligini ham o'sha interferensiya manzaradagi o'sha chiziqlarni, mana shu chiziqlarning parallellik shartidan
ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda tekislik sirtini egrilik darajasini nazorat qilishni o'sha yana bitta usullardan birisi tekshirilayotgan sirt yuzasi bo'ladi va undan interferensiya kuzatish sxemasiga quyidagi sxema yordamida, ya'ni yassi oyna bilan va linza yordamida o'sha Newton halqalarini o'sha radiuslarning o'zgarishiga, egrilishiga qarab turib, demak, ajratib olishimiz yoki o'sha kuzatishimiz mumkin bo'ladi ekan. Interferensiya xolidiyasini qo'llanishi, demak, astronomiyada yulduzlar diametrlari va holatlarini aniqlashda, fizikada bo'lsa, demak, nurlanishni tadqiqot qilish asboblari sifatida, texnikada qo'llaniladigan chiziqli o'lchamlarni taqqoslashda, optika mexanik detallarni o'lchamlarini nazorat qilishda, akustik va radio to'lqinlarning tarqalish tezligini o'lchashda, sirtlardan aks etayotgan nurlarni kuchayish yoki pasayishida, ikkita to'lqin manbalari orasidagi masofani o'lchashda keng qo'llaniladi. Demak, o'sha ma'ruzamizni o'sha o'tishda qo'llanilgan adabiyotlar ro'yxati quyidagilardan iborat bo'ladi va pedagogik dasturiy vositalar ushbu elektron manzil orqali, ya'ni sayt manzil orqali biz simulyatsiya jarayonida nurlarning qaytish jarayonini o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Demak, o'sha pedagogik dasturiy vositalar, ya'ni PIT simulyatori yordamida interferensiyaviy manzaralarni o'sha kuzatishda biz ya'ni interferensiya manzarasida biz simulyatsiyadan foydalangan holda, demak, shuni o'rganishimiz mumkin ekan. Bo'lmasa, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar.